Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan birinchi skrining, ya'ni 13 haftalik homilani skrining qilganmiz. Sizlarga buni ko'rsatmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin bolani peshona qismi, bu ko'z qismi, bu burun suyagi bizga eng ahamiyatli bo'lgan joyi. Bu yuqori jag', pastki jag'i. Ko'rishingiz mumkin bu bolani yuz ko'rinishi boshqa kesimda, ya'ni bu peshona qismi, ikkala ko'z qismi, burun qismi, og'iz qismi. Yana yon tomondan ko'rganmiz, bolani qo'liga fokus qilayotganmiz. Bu bolani qo'lchasi, bu birinchi qo'li, bu ikkinchi qo'l. Bu yana bolani yon tomoni yuz ko'rinishi. Oyoqlarini ham ko'rganmiz. Bu bir oyog'i, bu ikkinchi oyog'i. Bu homilador ayolimiz homilani jinsini ko'rsatish uchun ham kelgan, asosiy jinsini ko'rsatgani. Jinsini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'rishimiz mumkin, bu homilani bosh qismi, bu ko'krak qismi, bu qorin qismi, bu chanoq qismi. Chanoq qismida mana jinsi o'g'il bola inshaalloh. Mana ko'rishimiz mumkin, jinsi o'g'il bola deb rasm chiqarib berganmiz. Xudo xolasa bu bemorni, bu birinchi farzandi. Jinsiga rosa qiziqqanlar. Jinsi xudo xolasa o'g'il bola chiqdi. Bu bemorga qo'shimcha ravishda video ham qilingan. Buni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Hop, homilani video ham qilganmiz. Ko'rishimiz mumkin bolani peshona qismi, bu yuz ko'rinishi yon tomondan, bu yurak qismi, oyoqlarini ko'rsatganmiz. Bu yerda jinsiga e'tibor berganmiz. Mana bu homilani jinsi o'g'il bola. Homila sog'lom, hamma joy yaxshi chiqdi. Xudo xolasa ikkinchi skriningga 18 haftalikda keladigan bo'lishdi. Bu ya'ni 13 haftalik homilani birinchi skrining tekshiruvi. Homilada hammasi yaxshi. Homilador ayolimizda ham o'zida o'zgarishlar yo'q, hammasi yaxshi chiqdi. Jinsini tasdiqlash maqsadida ikkinchi kesimda ham ko'rganmiz jinsini. Buni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'rishimiz mumkin, homilani bu oyoq qismi, ya'ni son suyagi, bu ikkinchi oyoq qismi, bu chanoq sohasi, bu jinsi o'g'il bola. Bemorga rasmlari bilan chiqarib berganmiz. Bemor xursand bo'ldilar. Ya'ni 13 haftalikda homilani jinsini ko'rsa bo'ladi. Faqat tasdiqlash maqsadida 18 haftalik, ya'ni ikkinchi skrining tekshiruvida ham bu jinsni tasdiqlab olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Salomat bo'linglar.